Kechiringlar, men sizlardagi hayvonni ko'rib boqmabdi ekanman. Bizmi shundoq qadrligim. Biroq xotirjam bo'l, biz boshqa vaqt chekilmaymiz. Biz muloyim, kamsiz, emgakchan, yuvosh pili qo'rchiqi. Men shundoq, men tinch qizdayapman. Kechiringlar, sizlarni avar qilg'im yo'q. Xafa bo'ldingmi? Kerak yo'q. Bizni avar qilmadik, biz o'zimizga uy yasavyapmiz. Pili qurchiqi degan nima? Turqinlar boshqasi ekan bu. Bizning bu turqimiz o'zgarishning bir jarayoni. Bu yillarni uy yasashga ishlatamisizlar? O'zingni tanishtirmay, savol so'raverdi ekansan. Ismi nima? Shirsinba. Men barliq hayvonlar bilan tanishib chiqay degan. Simba? Anladingmi? Uning ismi Simba ekan. Amsi sen podshoh shirning o'g'li ekansan-da? To'g'ri. Sizlar dadamni tanimdinglar? Dadam izzat hurmatga sazovor bo'lgan, chunki u odam podshohdi. Dadam baxtli edi, kim yordamga muhtoj bo'lsa, dal vaqtida yetib keladi. To'g'ri, doim ko'kay kelib o'tirib chiqadi, xatardan qo'rqmaydi. Kelgusida men bu dadamdek odil, botir bo'laman. To'g'ri, cho'qim shundoq bo'lasan. Men hozircha kichik botir emas. U avval kamtarlikni o'rganish kerak, mag'rurlik seni nobud qiladi. Kechiringlar. Men mag'rurlanmayman, dadamni do'rayman. Shundoq qilgin, endi biz o'zimizni
bu pili qurtaqurchoqlar sizlarga o'xshaydi ekan. Sizlar atsonlarmi? Karvonni tushi turini ishlab chiqardi. Tush turin pili qurtiga o'zgardi. Pili qurt hozirgidek shaklga o'zgardi. Buning ichidan chiqdi biz chiroyli kepenakka aylanamiz. Men ularni ko'rib baqsam bo'lamdi? Bo'ladi. Ular bek mehmondo'st. Shunisi bizdek chiroyli emas. Hey, kep turg'ini. Ma'qul, meni do'st qilib olsanglar kelma. Ularning ismi nima? Pili qurtiqurchig'i. Pili qurtaqurchig'i. Sen kim? Bizni avval qilishga petinibsan-ku. Meni ular bog'in degan. Ha, bu yak o'g'irlik chiqarishga petinibsan-ku. Ular sana adab qoidani o'rgatmadimi? Kechiringlar, men faqat sizlarning nima ishga bu shokoladlarning ichiga mukinligini bilmoqchi edim. Qarag'anda ba'zilar tushunmaydi ekan. Sana deb beraylik, biz uchimiz. Bu mumkin emas. Bundaq ig'ir shakal bilan ucha olamsizlar? Bundaq ahmoqona savollarni so'rama. Javob berishga cho'limiz tegmaydi. Qara, biz bek aldirash, o'zgarish vaqtimiz oz qoldi. To'g'ri. Mening bu yerga kelishdagi maqsadim sizlarni tushunish, yashashdagi sirlarni ko'proq bilish. Biz mehmondo'st edik, ammo faqat cho'limiz tegmaydi. Men kelgusidagi podshoh, sizlar meni yoqtirmamsizlar? U bizning nima qilayotganimizni bilmaydi ekan. Bu tayyorlikning qanchalik muhim ekanligini tushunmaydi ekan. Qilayotganimizning qanday ish ekanligini tushunmaydi ekan. Agar qo'shilsanglar, men uningga bizning to'sh jarayonimizni tushuntirib qo'yay. Berkilar, sana bir narsa ko'rsatay. Mayaga qara. Bu uy yasashning eng og'ir qismi. Ichida turib, cho'ng bo'lamiz. Hayron qolma, buning ichi pek yumshoq. Peki shundoq, bu bizning qonuniyatimiz. Dunyodagi barliq mavjudotning o'zgarish jarayoni bo'ladi. Shundoq, bu o'zimiz chiqargan ipak. O'zimiz chiqargan ipak dedingmi? Qandoq chiqardinglar? Sen tushunishing kerak. Biz o'zimizning ipakidan pilg'os to'qib ichida turamiz. Sen hozir sat ko'rindi ekansan, xuddi tuxumga o'xshaydi ekansan. Balkim, biroq men g'o'zidan chiqqanda tuniyolmaysan. Tushunolmay o'lib qolasan. G'am qilma, uchib chiqqanda tuydik chiroyli bo'lib ketdiman. Menmi shundoq? Xo'sh, biz yana ko'rishib qolamiz. So'rong'liqqa bu, ular cho'qim tushunolmay o'lib qoladi. Hozir men kirib ketaman. Bizning o'zgargan vaqtimiz oz qoldi. Xo'sh. Keyin ko'rishganda men cho'qim chiroyli kiyinib usul o'ynab beraman. Xo'sh. Tabiat dunyosining siri mana shu bek o'ylab ketdisanmi bo'ladi? Xo'sh. Xo'sh. Men darhol yumshoq qo'ziq kirib olay. Xo'sh. Kirib ketaylik. Xo'sh. Men kirib ketay. Xo'sh. Ularning hammasi qalpoq kiyyapti. Bir ish chiqmag'aydi. Faqat tushunmadim. Simba, nega bording? Siyrak qushqoch seni bir narsa izlayotdi degan. Topaladingmi? Simba, men bo'ldim. Nimadan qo'rqib ketding? Desam, sen ishonmaysan. Men pili qo'rchoqlarni ko'rdim. Ular ipak uy to'qiydi ekan. Simba, oftobda yurib isib o'tib qopti. Ey, o nima dedi? Pili qo'rchoqlarni bir nima to'xtadim-da? Yine qolganmidim, yaqinroq boraylik. Turasimiz. G'alati ish-ku bu. Nim bo'lding Simba? Chiroying boshqa turdi. Baya yo'lmas qo'rqitdimi-ya? Balkim qo'rqish bilan az ko'rganda. Jin ko'rdingmi-ya? Simba, baya pili qo'rchog'ining gapini qilding. U qanday narsa-ekan, ha? Kim biladi? O jinmi dedi? Pili qo'rchig'i chiroyli bo'lib uchish uchun o'zini g'o'zning ichiga solib oladi ekan. Ondan ucha oladi ekan, chiroyli bo'ladi ekan, qanot chiqaradi ekan. Yo'q gap bu. Meningcha uchoqim yo'l osti ko'ribdi. Cho'qib qo'rqib ketibdi.
Simba, ning boldun? O ağır kaptı. Danglachu, ning boptu? Qastarak gap qil. Qaraganda uni kesilmek iyi ekan. Köylü otudu. Bak qo'rqinchli ish bo'pti. Amalni qilaylik, darhol doktor chaqiraylik. Yo'q, ular o'lib ketdi. Simiz, chapsan olisni chaqirib kel. Mas. Men boray, u tez yugurmaydi. Ha, to'g'ri edi. Men yuguramisam. Ko'nglingni buzma, sen cho'qim yomon tush ko'rding. Olis chapsa gaz bo'ladi. Ben ensirab ketyapman. U hozirlik keladi. O bek asablanyapti. Shundaqmi? Shundaq. Cherchi Alisni chaqirib ketdi. Bas Alis keldi. To'g'ri, o salom opti. O qandaqaroq ekan? Oğuşuladı, yapırmak be. Mana yang o'zgan. Onunla purasamını saqayıp ketidi. Bo'ldimi? Bir neçe minutdan keyin oğuşuladı. Çoğun iş yokken, ensirme. O bir aram boladigan bir narsani ko'rib qolgan o'xshaydi. Sizlar Adinaruni chaqirib kelinglar. O qanday qilishni biladi. Sen bak, ko'rganlaringni onunga debba, desanglar aram deb qolasan. Endi biz ketaylik. To'g'ri, berib yana kasal ko'msak bo'lmaydi. Xo'sh. Xo'sh, rahmat sizlarga. Menga Adinaron deb kelaylik, qanday qishligini shu biladi. To'g'ri, shu biladi. Bo'ldi, gap qilmanglar. Simba aramasin. Tamamen to'g'ri. Adinaro, A? bormisiz? Bir ish bilan izlab keldik. Simba og'rib qoldi. Yordam qilsangiz. Meni doim mushunday chog'da kelib avor qilasizlar. Qadrli Adinaro, bizga yordam qiling. Nimaga oldiraysizlar? Ma'qul. Men nima qilib beray? Simbaning nimishqa og'rib qolganligini tushuntirib bersangiz, Simbada yana xiyoliy tuyg'u paydo bo'libdi. Men sizlarni kechidil qo'g'dab qolmay, yana kunduzmi yordam qilaman. Charchab holim qolmaydi zodi. Kechiring, uning kesli pek ig'ir. Simba doim g'alit ishlar yo'l qudi. Shu. Amaliyotda sen ba'zi g'alati ishlarni ko'rib, sababini tushunolmay qolsa, degina nimalarni ko'rding? Fil qurt qo'rchoqlarning o'ziga uy tuqayotganligini ko'rdim. Mundaqda. Ular chiroyli bo'lib ketimiz, ucha olamiz deydi. Ular yana nimalarni dedi, ha? Ularning uviga o'zini solashdiki maqsadi. Shakl o'zgartish uchun dedim-a? Men tushuntirib qo'yay. Tabiat dunyosida nurg'un go'zal o'zgarishlar bo'ladi. U pil qurt qo'rchoqlarining qurtga o'zgarish jarayoni, ya'ni pil qurt kepiniga o'zgargan. Bu yerda nurg'un kepinak pil qurt kepinigi bor. Xiyoliy tuyg'u emasmi? Biroq ko'rganlarimning hammasi rost. To'g'ri, pil qurt qo'rchig'i avval ipak chiqarib g'o'zi qiladi. Ondan g'o'zi ichida shakl o'zgartadi. Eng oxirida pil qurti kepinak o'zgardi. Bir-biridan chiroyli bo'lib ketadi. Sening ko'rganlaring dal shu pil qurt kepinik. Ipak chiqardi. Men ularga bak qiziqman. Burimni anglagan. İnsanlar ipekni yip qilib egirib, tovar durdun to'qib, uningdan kiyim tikib kiydi. İpek bak qimmatli ekan, ha? Shundaq bak qimmat. Balkim biz uzundan beri izlayotgan bayliq shu bo'lishi mumkin. Qanday deyapsizmi?
tabiat dunyosida ba'zi jonliqlarning o'sish jarayoni biznikiga o'xshamaydi. Ularda o'zgarish pek cho'ng bo'ladi. Tushundinglarmi? Ular yana biz uchib chiqqandan keyin do'st bo'lib qolamiz deydi. Men bek ensirayotiman. Sen endi o'zing yolg'iz o'rmonlikqa borma. Ansirab ketma. O pili qurt kepinigini menga ko'rsatib qo'yamsan? Ma'qul ko'rsatib qo'yay. Biroq ba'zi yolg'iz berib, ba'zi narsalarni bayqab kelgim keladi. Sen hiylagarlik qilmoqchimi? Ular ketdi. Sibes. Ağzım kelyapti. Gap qilmay gachi bul o'ynab bo'l. Qasqadan ishni buzg'ili. Bu qatim biz ipaklar baybilamiz. Ey, to'xta, mening bir planim bor. Biz avval ipakni o'g'irlab kelib, andin amalni qilib, chet elga olib sataylik. To'g'ri, shunda qilaylik. Sibes. Chet elga nima yo'l olamiz? Kimi topaylik? Topamizchi. Nayda addiyo agar topamizsak. Qanday qilish qo'yo? O'zi qasddan mushta qilsa, chunki amal topammidim. Nima? Yo'q, Sibes qilsa. Yunus qayoqchi bo'lmoqchimi? Nima? Sen metancherchi. To'g'ri, qaramamizlar, to'pimni yetib ketdi. Izdishib beramizlar. Kechirgan biz pek aldirash. To'g'ri, biz pek aldirash. Pek aldirash. Bo'ptimsa, agar tepib olsanglar, menga deb qo'yinglar. Ma'qul. Biz olis yordamlashib to'g'ri ish qilyapmiz. Rahmat amsa. Sana rahmat tilaymiz. O nima ish qilmoqda deydi? Nim dedi? Dengiz qaraqsi bo'lmoqchimi deydi-ku. Mak, sen bana kendi bangmas. Qo'liyo. Voy, chaqon bo'lmaydi. Sana baldıroq ko'stay deyman. Ular qani? Uxmayman. Ana. Birden arameli valayli bek yerib ketdi. Mayla qizlashda arameli bo'lmaydi. Mashqamiz bo'lmaydi. Az qaldikmi? Az qoldik. Sakrab o'tayli. Bayliqni topay deb qoldik. Hargiz bal qo'yatmaylik. Uruq, astana qalva. Ovozdan-ku To'g'ri. qushlarkan. O'sha shu keldik. Bola. Pili qurt kepinigi mushimi? Yo'q, bu g'o'za. Ular mushuning ishida. Bo'ldi, avval qilmaylik. Nima bo'ldi? Mijozing yo'qmi? Tunga tikan kirib ketdi. To'xta, men ilib bitay. Rahmat. Ular mushundoq yongni bilan pili g'o'zasi to'qiydi ekan. Men ko'rdim. Ular g'o'zdan chiqqanda bek chiroyli bo'lib ketimiz deydi. Meningcha bunday qilishimiz pek qaramliqkan. Qaramliq qilsaqlar degan narsamizga erisha olamiz. İçinden ovoz chiqyapti. Ular kiyim kiyayotgan o'xshaydi. Ansi yaqinga mayli. Ma'qul. Angladingmi? Mikval. G'alati chiqib. Og'zini yum, oshkoranib qolamiz. Sabr qilsaqlar bay bo'lalaymiz. Ma'qul, shimay. Qara, ular chiqilyapti. To'g'ri, ular shundoq degan. Biz bayliq topdik. Bagayra qilyapman. Qaltiskan. Pili qurt kiplaylarga rahmat. Bizni bayqiladigan bo'ldi. Shu emasmi?
Nemi degan güzel görünüşü? Adi naroning degin to'g'rikan, bu rostla tabiat dunyosidagi go'zal o'zgarishgan. Ha, ular bek chiroyli. Ular pilg'ozni tashlab qo'ysaydi. Bana endi pili qurutdi kepinigini ko'rib kelaylik. Ma'qul. Ha? O ishkisi nakmadi. Jura, kendim boraylik. To'g'ri. Ha, ular chiqib bo'pti. To'g'ri. Asli bular pil qo'rchiqidan o'zgargan ekan-da. Shundoq bo'lgan. Bek chiroyli kel, bay bo'ldi. La 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 la. Sanatçı biz küllarning birida kepinak o'zgara olamizmi? Demaksa. Yo'q. Hey, isi. Kepinak usulni bek tez o'ynaydigan, xuddi ko'l bo'yidagi hikoyadagila. Yo'qolishlar qiziqib qolsan-ku. Endi, nima qilamiz? Diqqat bilan qaraymiz. Ular g'o'zini tashlab qo'ydi. Kemi tepib, yo'tkab ketdimiz. Biz kemi topaylik. Ma'qul. Ish kerak demayli, ya. Chiqsaman. Kepinaklar qo'lab keldi, va deganjak. Qandoq ahvolinglar? Pili qurutdi kepiniga meni tanidingmi? Albatta, sen faqat o'zgarmabsan. Aksicha, men yangi kiyim kiydim. Endi meni tanıyamaysan. To'g'ri deding. Rostini desam, sen hozir bek chiroyli bo'lib ketibsan. Men yangi o'zgargan pil qurt kepiniga men sana do'st bo'lishga va'da bergan. Va'damda turaman. Men chiroyli bo'lib ketaman. Ko'rkam yeshil qanotmi chiqadi degan. Burun qilgan tayyorliqlarning hammasi mushundaq bo'lish uchun edi. Men de hoş buldum. Sen bilan biroz tanishganim uchun bek xushal bo'lyapman. Qanday ahvoling Simba? Men kepinakmi tandingmi? Seni tanimak bek tez ekan. Bugun bu ikki do'st kepinak ham pili qurti kepinigining o'zgarish jarayoni bilan tanishib chiqdi. Keyin ular tabiatning yana qanday sirlarini bayqaydi. Buni keyingi qismdan ko'ringlar.